Yo, hamma assalomu alaykum. Sizlar bilan Akarman. Bugungi videoda biz Metro 2407 Saprot kanalidan Saprot sotib olganman va ular qanchalik tez qilib berishini ko'ramiz yoki balo bo'lligini ko'ramiz. Bular bilan salomlashdim, tuda dedim va bular menga o'yin boshlanishdan oldin vlog tashlab berar ekan Imkashka Plus. Va ajoyib. Birinchi o'yinni ham boshlab oldik. Ko'ramiz birinchi o'yinda o'zida loot topib chiqib ketalar ekanmizmi? No spawn ideal, moshni spawn. Radkaga ham kelib oldik. Ma'lumot haqida aytib ketaman. Siz prosta Saprot sotib olganingizda fight qilmaysiz, faqat radkada shunaqa cheka joylarga borib olib, loot qilasiz va bo'ldi. Fight qilmaysiz siz Saprot sotib olganingizda. No, Saprot sotib olmaganlar uchun bu. Watch out! geldi. Ketami? Duvayka. Mana odam keldi, lekin men fight qilmayapman, chunki bular o'zlari eplaydi. Watch out! Anla kaldırmadım. Saprotda bitta pristomani prosta kayf qilib qilasizda, otishmaysiz. Odam kelsa, Yana 40 yotadı. Saprot egalari kelib odamni o'ldiradi, siz prosta kayf qilasiz. Bitta ichkarida ham bor, o'sha tarafda. Da o'sha qarashini ilmoqchi bo'lgan tarafda bor. Mirzayev. Aytish boring. O'tiribdi o'ng taraf. Ha bo'ldi, ana ichkarida o'zini yo'l to's. O'ng tarafingiz. Watch out! Right. Mark the location. Radio. Help! Mark the location. Duvayka. Tekrar olma. Molik kapıyla. Molik kapıyla. Molik verildi bir tek. Molik falan oldu. Yo'lda pas bilan aylanib ketadi. Watch out! Ay, ikkita. Gapirdi. Nima ishni yomon zadeski bilan beradi. Lekin ehtiyot bo'linglar, orqalardan shunaqa kir sotib qo'ysa, Saprot egalari kelib qutqarib qola olmaydi. Qo'lingizda bo'ladi. Agar o'ta omadli bo'lsa, Saprot egalari sizni qutqarib qolishi mumkin. O, sutlar yig'ilishini qarang. Mirzayev yashang. Help! Molik ham Watch out. penalti. Help! Ikkinchi iloji bo'lsa tepaga chiqib keting. Iloji bo'lsa tepaga chiqib ketaylik deyman. Yana hozir anaqadan keyin qaytib kelamiz dedi.
Da tepsi. O'qimay qolmadi, o'rmadi. Hada qog'oz pastga tushsam просто anaqaga uzoq bo'lib qoladi-da. O'qingiz bormi azini berib qo'ying. Azini bering, hammasi berib oldim. Atiki Kuramani o'ldirib, Aratga qaytdik, chunki loot qilmagan joylari bor edi. Odam bor ekan hali. odam Ancha shular Aratkani full loot shularda. ada, bo'ldi hozir. Qani yaxshi ekan. Siz bu ishni umuman qaytalamang, chunki siz mani o'rnimdagi igrok emassiz. Siz prosta qoching. Men granatada mini Avogadro manda. Avogadro granata Prime davri bordi. Men ashini minisiman. Shuning uchun men uni ustiga prosta tak molda push qilyapman, chunki o'zimga ishonaman. Mamiz azalta tushibdi. Ularni prosta tak tufu degan holda yopib yubordik. Keldi. Ana, endi sekin yo'qtirsak bo'ladi. Mana daraqqa bor. Menga eng kayf joy shuda. Oxir odam qolmaganda maza qilib loot qilish. Poke anaqalarni menga bering, siz iloji boricha loot qiling agar joy bo'lsa. Mana yana. I got Mana. supplies. O'qivori. Nechligini. Help! Tak. Mark the location. Pastga tushing. Mana Watch oynadan out. sakrab tushing. Javni sakrab. Ko'tarish kerak. Ko'tar. Krisa номер 1. Voy, ko'tingizda qanaqa so'm bilan yurganingizni bilmadim, lekin yaxshi yurgan. Oling. Voy. Okazalardan chiqdi lekin. Na saygada o'ynolmayman-ku, Bekzod aka bilan. Oling bu sizga. Buni yozib tashlab beraman. Buni oldim. Birinchi katga o'xshadi 7 million 100 balik. Ikkinchi katkani ham boshlab oldik. Siz obuna tugmasini bosib qo'ying. Baytli ekanda.
Ha, o'shaning uchun nega? Help! Bu katkada uncha loot bo'lmadi, chunki kimsa Miroyda turgan top 1dagi baytni tushdik. Bayt esa 4 minut ichida full rakam uzat qilib chiqib ketgan. Biz esa yarim uzat qilganmiz xolos. Shunda ham 6 million loot. Sizga ham shunaqa tezkor va ishonchli support kanal kerak bo'lsa, Metro 2407 ni support kanalini tavsiya beraman. Chunki 2 katkada men uje loot olib chiqib bo'ldim, kerakli lootni. Ya'ni sotib olgan miqdorimdagi metrovalyuta loot olib chiqib bo'ldimmi? Hatto oshiqdan ko'p loot olib chiqib bo'ldim. Men bularga o'yin davomida bitta narsa aytdim. Men ham content maker ekanligimni aytdim. Va ular menga bitta narsani aytdi. Keling birgalikda kollaboratsiya qilaylik dedi. Qanaqa kollaboratsiya bo'lar ekan desam, agar siz nomingizdan bizning support kanaldan support sotib olsa, ularga 10% chegirma qilib beramiz dedi. Men yo'q demadim. Ularni, ya'ni Metro 2407 support kanalga borasizlar va men promo kodimni ishlatgan holda sizlar 10% chegirmaga ega bo'lasizlar. Прям любой support-dan 10% chegirmaga ega bo'lasizlar. Bularni support kanalimni biz qayerdan topamiz? Sizlar meni Instagram videomda ссылкасы turibdi. O'zi meni inventorimda loot turadi-ku. Chunki ular olib chiqqan lootni hisoblamoqchi edim. Ha, kut bo'ldi bu tomoni. Videoni boshlatgandim, bular ballabol emas ekan. Qo'rqmasdan support sotib olaveringlar. Agarda sizga 10% chegirma kerak bo'lsa, albatta o'zim promo kodimni ishlatinglar. Ya'ni Ackerman promo kodini. O'zi bu Metro 2407 support kanalida ham supportlariga skidka, ya'ni 20% skidka ketayotgan. Lekin mana ham promo kodimni ishlatsanglar, 30% skidka ega bo'lasizlar. Shuning uchun tezroq harakat qilinglar, jigarlar. Agarda siz videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta obuna tugmasini va like tugmasini bosib qo'ying, jigar. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sog' salomat bo'ling.